Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinamanman va bu Titanlar xuruji filmining ikkinchi qismi. Ulkan titanlar insoniyatga hujum qilib qo'lga tushganini yamlamay yutishmoqda. Shu va shunga o'xshash film va seriallarni o'zbek tilida sifatli formatda tomosha qilishni istasangiz, uzmovie.com sayti sizga muntazir. Eng so'nggi jahon premyeralari, blockbusterlar, shov-shuvli seriallar professional jamoa tomonidan ovozlashtirilib, siz aziz tomoshabinlar e'tiboriga taqdim qilinadi. Hoziroq Kinomania promokodi orqali saytdan ro'yxatdan o'ting va 30 mingdan oshiq film va seriallarni hech qanday reklamalarsiz, hech qanday qotishlarsiz tomosha qiling. uzmovie.com eng so'nggi va eng birinchi. Eren hali juda yosh bo'lganida uning ota-onasini taqiqlangan kitoblarni saqlaganliklari uchun qo'lga olib qatl qilishgandi. Bu ishda Kubal ham qatnashgan edi, biroq u paytlar hali general bo'lmagandi. Erenning otasi olim edi. U Eren va uning akasida hujayralarni o'stiruvchi dorini sinab ko'rgan. Eren aynan shu sabab gigantning ichida tirik qolib, keyinroq titanga aylana olgan. Erenni gigantning ichidan chiqarib olishgach, uni bog'lab so'roq qilishadi. So'roqqa boshchilik qilgan general Kubal uni qolganlarga xavf tug'dirishda ayblab, uni qatl qilishni buyuradi. Armin va Mikasalar Erenni himoya qilishadi. Uning qolgan xizmatdoshlari ham ularga yordam berganligini ta'kidlashadi. Ammo general Kubal ularga quloq solmaydi. U Erenni otishga buyruq berganida uni himoya qilish uchun Koreya sovida chiqadi. Askarlardan birining qurolini tortib olgan general esa uni otib tashlaydi. O'layotgan sovda Erenga uning akasi haqidagi qandaydir sirni aytmoqchi bo'ladi, biroq ulgura olmaydi. Erenning o'limi tayindek edi, biroq harbiylar joylashgan binoga kuchli titan bostirib kiradi. U generalning askarlarini bitta qoldirmay o'ldiradi. Bundan so'ng Erenni o'zi bilan olib ketadi. General Kubal esa betonlar tagida qolib ketdi. Titanning bosqinidan so'ng bir necha odam tirik qoldi xolos. Bular Armin, Mikasa, Barzangi Usanagi, komandir Hanji, Ochofat Sasha va Janlar edi. Hanji boshliqlikni o'z bo'yniga oladi. Ular nima bo'lishidan qat'iy nazar vazifalarni oxiriga yetkazishga qaror qilishadi. Ya'ni teshik ustidagi devorni portlatib, titanlar yo'lini yopish. Armin va Mikasalar ular yashagan hududda portlamay qolgan eski bomba borligini eslashadi. Uni teshik oldiga keltirib portlatish mumkin edi. Barcha o'sha bomba oldiga jo'naydi. Eren g'alati yorug' xonada o'ziga keladi. Uning oldiga kirgan Shikishima uni titandan qutqarib qolganligini aytadi. Bundan so'ng gigantlarning qanday paydo bo'lganligi haqidagi haqiqatni oshkor qiladi. Qadim zamonlarda harbiylar va olimlar yangi qurolni yaratishga urinishgandi. Tajribalar nazoratdan chiqib ketdi va odamlar birin-ketin titanlarga aylana boshladi. Tirik qolgan odamlar devor ortida yashirinishdi. Shikishimaning fikriga ko'ra, endi hukumat odamlar ularga miq etmay bo'ysunishlari uchun ularni ataylab qamab qo'yganimish. U Erenga devordagi teshikni ataylab ochganliklarini sababi odamlar qo'rqishdan to'xtaganliklarini va devordan tashqariga chiqishlari mumkin bo'lganligini aytadi. Shikishima tarafdorlari bilan joriy hukumatni yiqitmoqchi edi. Bu gaplarni eshitgan Eren unga yordam berishga rozi bo'ladi. Shikishima uni komandasi bilan tanishtiradi. Bu komanda devor oldiga jo'natilgan sobiq ayg'oqchilardan tashkil topgan edi. Shikishimaning odamlari ulardan oldingi harbiylardan qolgan qurollar bilan tish tirnoqlarigacha qurollanishgan edi. Bu vaqtda Armin, Mikasa va qolganlar eski bomba oldiga kelishadi. Uni mashinaga yuklab devorni portlatish uchun olib ketishadi. Biroq ularni Shikishima to'xtatib qoladi. U bombani olib qolishini va uni ichida boylar yashovchi ichki devorga tashlashini aytadi. U shu yo'l bilan hukumatni ag'darishi mumkin edi. Biroq Eren qotillik qilishga qarshi bo'ladi. U bu ish aybsiz insonlarni qurbon qilmasdan amalga oshiriladi deb o'ylagan edi. Eren Shikishimaga yordam berishdan bosh tortadi. U uning aybi bilan yana odamlar o'lishiga yo'l qo'ya olmasdi. Eren nima qilib bo'lmasin, Shikishimani to'xtatishga ahd qiladi va raqibi bilan birga bir solishmoqchi bo'ladi. Biroq ancha kuchliroq bo'lgan Shikishima Erenni itday do'pposlaydi. Do'stlari Erenga qanday yordam berishni bilishmasdi. Ularni Shikishimaning odamlari nishonga tutishgandi. Arminga g'oya keladi. U portlatkichi borligini va agar ularni qo'yib yuborishmasa, bombani portlatishini aytadi. Biroq Shikishima unga ishonmaydi. Usanagi hiyla ish bermaganligini tushunadi. U yarim xaroba binoga UPMdagi o'qlardan o'q uzadi. Bundan so'ng Shikishimaning odamlarini o'ldirish uchun uni o'ziga tortadi. Bino deyarli qulay deganida Shikishima o't ochishni buyuradi. Barzangini o'ldirishadi, biroq bino baribir ham portlatkich ustiga qulaydi. Portlash oqibatida Shikishimaning butun otryadi halok bo'ladi. Armin, Mikasa, Sasha, Eren va Janlar yo'lni davom etishadi. Komandir Hanji Shikishimaning bino xarobalari ostida ko'milib qolgan zirhli mashinasida qoladi. U qurol
chiroqlarni ko'rish uchun uning ichiga kirgan edi, biroq bino qulagungacha chiqishga ulgura olmadi. Tirik qolgan Shikishima esa yuk mashinasiga yetib olib qo'zg'olonchilarga tashlanadi. Shikishima bombani olib qo'yishga bel bog'lagandi. U o'z sirini oshkor qiladi va Erenni general Kubalning qo'lidan qutqargan o'sha Titan o'zi bo'lganligini aytadi. Mikasani ham Titan ko'rinishida u qutqargan edi. U Titanga aylanishi uchun halok bo'lishi kerak edi. Ko'ksiga qilich tiqqan Shikishima kuppa-kunduz kuni gigantga aylanadi. Uning qichqirig'iga boshqa titanlar ham kelishadi, biroq qahrotiga mingan Shikishima ularning barchasini o'ldiradi. Eren ham gigantga aylanib Shikishima bilan jang qilishni istaydi, biroq do'stlari uni to'xtatib qolishadi. Ular uning haqiqatan ham titanga aylanishiga shubha qilishardi. U shunchaki halok bo'lishi ham mumkin edi. Ular Shikishima bilan o'z kuchlari yordamida kurashishga qaror qilishadi. Bu vazifaga kelmaslaridan oldin Armin kichik bombachalarni yig'ib chiqqandi. Ulardan birini Sashaning kamoniga o'qlagandi. U esa uni to'g'ri Titanning ko'ziga otishi kerak edi. O'q nishonga tegdi. Portlagan bomba Shikishimaning bir ko'zini ko'r qiladi. Bundan so'ng qolganlar ham jangga kirishishadi. Ular havoga ko'tarilib gigantga hujum qilishni boshlashadi, biroq u oson yengiladiganga o'xshamasdi. U Shikishima joylashgan bo'yin qismini kesishlarga imkon bermaydi. Titanni o'ldirishga qaratilgan befoyda urinish vaqtida Eren Shikishimaga tashlanadi, biroq u yigitni bino devoriga chalpak qiladi. Shikishima g'olib chiqqandek edi. U bomba tomon yo'l oladi, biroq uning ortida yana bir Titan paydo bo'ladi. Eren o'lmasdan gigantga aylangan edi. Ikkita titan mushtlashib ketishadi. Tajribaliroq bo'lgan Shikishima yana ustunlikka erishadi, biroq Eren taslim bo'lmadi. U raqibiga jarohat yetkazish uchun vertolyot parragidan foydalanadi. Bundan so'ng Shikishima hujum qilmoqchi bo'lganida, qachonlardir jangni mag'lub qilgan Firminni priyomini ishga soladi. Shikishima mag'lub bo'ldi. Ular endi devordagi teshikni yopib, titanlar yo'lini yopishsa bo'ldi edi. Armin Erenga bombani olib devordagi teshikka joylashtirishi kerakligini tushuntiradi. Armin bombaga taymer joylashtirganda uni 5 daqiqaga to'g'rilashadi. Eren bombani opchib devorga tirmashadi. Uning ortidan qolganlar ham yetib kelishadi. Bombani teshikka joylagan Eren yana odamga aylanadi. Armin taymerni o'rnatadi, biroq devor ustida general Kubal paydo bo'ladi. U ham titanga aylanish qobiliyati sharofati bilan tirik qolgan edi. Xudo, u qaysi bir odam bulardi o'zi? Qaysi birini o'ldirma titan bo'lib chiqyapti-ya? Eng yovuz titan bo'lib chiqqan bu Kubal odamlar titanlardan qo'rqib yashashlarini istardi. Sasha generalning gaplarini eshitishni istamaydi. 5 daqiqadan so'ng bomba portlardi. Shu sabab Kubalning bo'g'ziga bir qancha o'q uzadi va u devordan qulab tushadi. Ammo general o'lmaydi. U devordan teshik ochgan o'sha titanga aylanadi. U sabab titanlar ichkariga kirib olishgandi. Askarlar hujumga otlanishadi, biroq gigantni mag'lub qilish oson emasdi. Ular titanni yaralash uchun UPMdan foydalanishadi. Eren hatto titanning general Kubal yashirni yotgan bo'yniga yetib olishni uddalaydi, biroq uni o'ldirishga ulgura olmaydi. Otryad portlagichni o'rnatib Kubal bilan jang qilayotgan paytda Hanji xarobalar ostidan chiqib oladi. U o'zi bilan ko'tara olguncha granatomyotlarni olib chiqqandi. General Kubal bombani teshikdan olish uchun cho'zilganda Hanji unga bir qancha snaryadlarni otadi. Bu vaqtda Armin va Sashalar pastda bo'lishadi. Armin taymerga qarab turadi, biroq 5 daqiqa o'tsa ham bomba portlamaydi. Gap nimadaligini bilish uchun Mikasa bombaning oldiga keladi. Shu onda Shikishima paydo bo'ladi. U o'z missiyasiga bo'lgan ishonchini yo'qotgandi va Mikasa bilan biroz suhbatlashgach, ularga yordam berishga qaror qiladi. Eren nihoyat titanning bo'yniga chiqib oladi. U ichkaridagi generalni o'ldirish uchun unga qilich sanchadi, biroq uni ushlab olgan titan uni yutmoqchi bo'ladi, biroq uni yeyishga ulgura olmaydi. Titanga aylangan Shikishima bombani chiqarib olib devor bo'ylab eng yuqoriga tirmashadi. U Kubalning og'zi ochiqligidan foydalangan holda unga bombani tiqib portlatib yuboradi. Titanning boshi Shikishima bilan parcha-parcha bo'ladi. Devor qulashni boshladi. Kubal Erenni qo'yib yuboradi va u xarobalar og'ushida pastga qulaydi. Eren halok bo'lardi, biroq uni Mikasa ushlab qoladi va UPMdan foydalanib yuqoriga chiqib olishadi. Devor xarobalari undagi teshikni yopib qo'yadi. Biroq teshik endi tepada paydo bo'ldi. Ammo bu teshik titanlar uchun balandlik qilardi. Pastda bo'lgan Armin va qolganlarga zarar yetmadi. Eren va Mikasalar devorning eng baland nuqtasiga chiqishadi va u yerdan Mikasa borishni orzu qilgan okeanni ko'rishadi. Eren qizga unga okeanni ko'rsatishga so'z bergan edi va buning ustidan chiqdi. Cheksizlikka qarab turgan juftlik yangi va bundan-da yaxshiroq dunyoni kashf qilish yo'lida turganliklarini tushunishadi. Tamom.